Siz kimningdir kreditga kafil bo'ldingiz, lekin siz kafil bo'lgan odam kreditni o'z vaqtida to'lamayapti. Ushbu holatda esa bank sizdan kreditni undirmoqda. Ushbu holatda nima qilish kerak? Demak do'stlar, diqqat qilamiz. Agarda siz kimningdir kreditga kafil bo'lib, kredit olgan odam kreditni o'z vaqtida to'lamasa, bank sizdan undirishga haqli. Ushbu holatda siz to'lagan pullaringizni regress tartibida da'vo qilib, kredit olgan odamdan undirib olishingiz mumkin. Buning uchun agarda sizni har oy plastigingizdan pul o'tkazmalari bankka o'tgan bo'lsa, siz ushbu o'tkazmalar tarixini ilova qilib, Fuqarolik kodeksining 296-moddasiga asosan regress tartibida da'vo ariza kiritib, kredit olgan odamdan to'lagan pullaringizni undirib olishingiz mumkin. Agarda sizga bu haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, ushbu video tagiga kafil so'zini yozib qoldiring. Men sizga qanday qilib regress tartibida da'vo ariza kiritish namunasini yuboraman. Demak do'stlar, o'z huquqlaringizni biling. Maslahatimiz, hech kimning kreditiga kafil bo'lmang. Agarda sizga shu va boshqa masalalarda advokat xizmati kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.